Hammaga salom, bu Mini va bugun biza hamma tanigan o'sha Unli Hater yoki Unli Cherin haqida sizlar bilmagan haqiqatlarni olib chiqamiz. Ko'pchilik u qizni faqatgina katta youtuberlarga hater yoki faqat ularning orqasidan ko'tarilgan deb o'ylaydi, lekin aslida u o'sha sizlar bilgan 100 dan oshiq kanalni ham boshqa birovdan chopib olgan, ya'ni adminka bo'laman deb. Bu qiz haqiqiy o'sha Kanye 2025 136K kanal egasi. Dokazat so'rashganda o'zida sahnadan chiqib qolgan studiyadagi skrinshotlarni ko'rsatib dokazat qilgan. Cherin kanal egasidan dokazat qilishini so'ragan va kanal egasi oxirgi marta 14-noyabr kuni video qo'yganini va 15-noyabr kuni 21:09da kanal o'lavergani haqida isbotini joylagan. Va yaqin orada Unli Hater nomi bilan 4 ta mashhur youtuberlarga, ya'ni Taymitsur, Yoxonjo, Blackpink Yuska va Unli Sionhaga hate kanal ochganligi ma'lum bo'ldi va yana u haqiqatchi hater ikkinchi akkaunti bo'lib chiqdi. Shu dokazatlarga ko'ra hamma narsa isbotlandi, lekin bu hali hammasi emas. Menga yozishganligi bo'yicha u haqiqatchi hater kanalini sotgan va oxirida kanalni bermagan. Tuhmat bo'lmasin deb mana shu dokazatlarni ham tashlab berdi u qiz, ya'ni pulni olgan, o'qigan va atvet qilmasdan yopib qo'ygan. Keyin yozyapti u Cherinmi, oyisimi, balkim Cherin menga o'yin qilib o'tgandir, anaqa qizim o'qishga ketgan, keyin yozib boradi dedi. Keyin Cherin bitta kanali bor edi, u yoqda men ham bordim. U yoqqa Cherin yozib o'tiribdi o'zi. O'qishdan keldingizmi desam, ha keldim dedi. Keyin kanalda qachon berasiz dedim. Kanalda o'zi boykot ketyapti, olaverasizmi dedi. Boykot ketayotgan bo'lsa nima kanal menga ber desam, men bilmaganim unaqa deb gapirdilar. Keyin birdan chat o'chib ketdi. Men ularga yozyapman, kanalda qachon o'tkazib berasiz, menga mayli boykot bo'lsa ham o'zim nima qilib olaman, bering desam birdan yozmay. Keyin ertasi kuni hozir bugun ham yozyapman, hozir ham atvet qilmayaptilar. Keyin srazu yozdim, atvet qilmadan keyin shuni yozganimni ko'rdan keyin blok qilib yubordi. Ovoziga sal effekt berilgan tashlagan qizni so'rovi bo'yicha va mani fikrim bo'yicha Unli Hater kanali tez ko'tarilgani sabab u o'zicha baby youtuberlarni podдержка qildi va baby youtuberlar o'yladiki, agar Unli Hater bilan birga bo'lishsa, ular ham juda mashhur bo'lib ketishadi va nomlari butun YouTube'ga chiqadi deb o'ylashdi. Va yana bitta haqiqat bo'yicha biza bildik. Unli Cherin paytida o'zini o'sha 160K kanalini Taymitsuga 5 millionga sotmoqchi bo'lgan ekan, lekin u kanali YouTube tomonidan o'chib ketgan ekan. Bugungi fakt va ochilmagan haqiqat sirlar shulardan iborat edi. Agar sizlar ham ba'zi youtuberlar haqida biladigan bo'lsanglar, bemalol lichkalarimizga murojaat qilishinglar mumkin. Menimcha bu qiz shuncha sharmandaligidan keyin endi YouTube'da faoliyat yurita olmaydi. Yuritsa ham endi o'zini begona shaxs qilib tanishtirsa kerak. Shuncha sharmandalikdan keyin